Juda ham ko'p ayol bemorlarim menga savol berishgan, Azmiddin aka, hayz siklim kechikyapti. Ya'ni 5 kunga, 10 kunga, ayrim holatlarda 15 kungacha kechikadi. Bu kasallikmi yoki o'zi o'tib ketadi deb savollar berishgan. Bugun shu haqida gaplashamiz. Men bu mavzuni to'liq ilmiy asoslar bilan tushuntirib beraman. Bu kasallikmi, davolash kerakmi, nima hisobiga bo'lyapti? Mana shu haqida gaplashamiz. Demak, men yana sizlar bilan urolog, androlog, preventivniy shifokor Azmiddin Shahridinovich bo'laman. Bugun sizlar bilan juda ham qiziq mavzu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik ayollar menda hayz sikli kechikyapti, lekin hech qanday og'riq yo'q, hech qanday o'zgarish yo'q. Endi hammasi normalniy. O'zi o'tib ketadi deb 6 oy, 7 oy, hatto yillar davomida yurishadi. Lekin bu tobora yomonlashib boradi. Xo'sh, hayz sikli nima uchun kechikadi? Kelinglar, demak, gap cho'zmasdan nima uchun bu holat bo'ladi? Nima uchun hayz sikli kechikadi? Mana shuni o'rganib chiqamiz. Xo'sh, juda ko'p ayollarda uchraydigan birinchi holat bu gormonal disbalans. Biz bilamizki, ayol kishida ikkita muhim gormon bor. Bu birinchi ayollik gormoni deb aytadigan estrogen gormoni, ikkinchisi juda muhim gormon bu progesteron gormon. Mana shu ikkita gormonni disbalansi, ya'ni bilamizki, bu gormonlar faziga qarab o'zgaradi. Estrogen boshlanish fazida ko'tarilishi kerak, progesteron tushishi kerak yoki bo'lmasam teskarisi. Mana shu gormonlarning disbalansi hozir har biriga to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Qaysi fazda ko'tarilib, qaysi fazda tushishi, buni albatta vrach bilan, mutaxassis bilan maslahatlashganingizda bilib olasiz. Mana shu ikkita gormonni buzilishi albatta ayol kishida hayzi kechishiga sabab bo'ladi. Buni holatda o'ylab o'tirish kerak emas, mana bu ikkita gormonni ko'rish kerak bo'ladi. Xo'sh, nima uchun bu gormonlar buziladi? Hozirda eng ko'p tarqalgan narsa bu noto'g'ri ovqatlanish. Chala yarim tayyor mahsulotlar, fast foodlarga ruju qo'yish, o'tirishlarning ko'pligi va hokazo, noto'g'ri ovqatlanish, yog'li mahsulotlar, fast foodlar, gazli ichimliklar va hokazo va hokazo. Buni sanasak tugamaydi. Demak, noto'g'ri ovqatlanish, yarim kechasi ovqatlanish va hokazo. Endi ikkinchi juda ham ko'p uchraydigan narsa bu stress. Ya'ni kim ayollar stressga, depressiyaga, umuman psixologik mana shu holatda buzilish. Ya'ni stressga tushib qolish. Bunaqa holat nima uchun? Eri bilan ko'p janjal qilishi, farzand kutishda siqilish va hokazo. Buni ham sanasak stressga sabab bo'ladigan narsalar ko'p. Keyingi juda ham ko'p uchraydigan narsa bu uyqusizlik. Ya'ni hozir bizda gadjetlar ko'p, kompyuter, telefon qo'limizdan tushmaydi, yarim kechasigacha reels ko'ramiz va hokazo, YouTube'da kino ko'ramiz. Mana bu uyqusizlikka olib keladi va uyqusizlik hisobiga boy gormonlar disbalansga uchraydi. Xo'sh, bu yomonmi? Albatta yomon. To'g'rilasa bo'ladimi? Uy sharoitida to'g'rilasa bo'ladi. Albatta mutaxassisga borib uchrashingiz kerak. Sizdan yuqorida sanab o'tayotgan 3 ta holat bo'layotgan bo'lsa, buni albatta o'zingiz to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Keyingi kasalligimiz polikistoz kasalligi. Xo'sh, polikistoz kasalligida nima bo'ladi? Bu kasallik oxirgi kunlarda juda ayollarda ko'payib ketdi, juda ommalashib ketdi. Mana bu kasallikning belgilarini sanab o'taman. Menda bormi, yo'qmi? Avval o'zingizda belgilaringiz bo'lsa, albatta mutaxassisga borib ko'rinasiz va davolanasiz. Birinchi navbatda polikistoz kasali bor bemorlarda nima bo'ladi? Vazn ortadi, yuzda husnbuzarlik chiqishni boshlaydi, tanada tukla chiqishni boshlaydi. Eng bizga kerakli joyi bu hayz siklini kechikishi. Hayz sikli kechikadi. Hayz siklingiz kechikyaptimi? Demak, sizda tanada tukla chiqishni boshladimi? Uyqungiz yaxshi emasmi? Vazn oshishni boshladimi? Plus yuzda husnbuzarlik chiqishni boshladimi? Polikistozga shubha bor. Nima qilish kerak? Borib mutaxassis ko'rinib, tekshirib qo'yish kerak. Bormi, yo'qmi? Polikistoz bo'lsa nima bo'ladi ayolda? Birinchidan hayz sikli kechikyapti, ikkinchidan follikula yetilmaydi. Ya'ni follikula yetilmasa nima bo'ladi? Homiladorlik bo'lmaydi. Mana shu holatni albatta mutaxassis bilan ko'rinib qo'yganingiz ma'qul. Davom etamiz. Keyingi holat bu stress va uyqusizlik. Bu holatga to'liq to'xtalib o'tmasam bo'lmaydi. Hozirgilarga bu stress bilan uyqusizlik begona kasallik emas, begona holat emas. Boyga aytganimdek, yarim kechgacha uxlamaydi, doim stressda, har kuni janjal va hokazo. Xo'p, stress bilan uyqusizlik bor ayollarda nima bo'ladi? Albatta kortizol degan gormon yuqoriladi. Ya'ni kortizol bilamizki, stress gormon. Stress gormoni yuqoriladigan bo'lsa, ovulyatsiya bo'lmaydi. Ovulyatsiya holatini buzadi. Ya'ni tuxumlar qo'pol qilib aytganda bloklanadi. Organizmga aytadiki, kortizol balansanda. Hozir deydi, organizm homilador bo'lishga tayyor emas deydi. Ya'ni hozir homiladorlikka tayyor emas, bloklanyapti. Homilador bo'lmaysiz siz stress gormoni oshadigan bo'lsa. Ko'pchilik bitta narsa aytib ketaman. Ko'pchilik homilador bo'ladigan ayollar uxlamaydi yaxshi, doim stressda bo'ladi, doim har narsani o'ylaydi, nimaga menda farzand bo'lmayapti deydi, ularda rostdan ham farzand bo'lmaydi. Mana shu holatda bemorga birinchi tushuntiradigan narsa bu narsalarni o'ylamaslik. Ish bilan chalg'ish, boshqa narsalar bilan chalg'ish va stress gormoni o'z-o'zidan tushishni boshlagani bilan sizda ovulyatsiya tiklanishni boshlaydi va homiladorlikka yo'l ochiladi. Shuning uchun hurmatli ayollar, agar siz homilador bo'lmayapman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hayz siklingiz kechikib yotgan bo'lsa, ovulyatsiya umuman bo'lmayotgan bo'lsa, follikula yetilib yorilmayotgan bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizni nimadir bilan chalg'iting.
buni o'ylayveradigan bo'lsangiz, kortizol gormoningiz baland bo'lib ketadi. Kortizol gormon oshdi degani tuxumdonlarga blok qo'ydi degani. Yorilmaydi, yetilmaydi va siz homilador bo'la olmaysiz. Qachon homilador bo'lasiz? Ko'pincha bitta narsani aytib ketishim kerak. Ko'pincha er-xotinlarni birinchi homila bo'lganida biz davolaymizda, ikkinchi homilador bo'lishiga davolamaymiz. O'z-o'zidan homilador bo'lib ketaveradi. Buni siri nimada? Buni siri, men bitta farzandli bo'lib oldim deydi. Va keyingi farzandga harakat qilmasa ham o'zi bo'lib ketaveradi. Nega? Stress tushdi. Farzandi bor bitta bo'lsa ham. Keyingi farzandlar o'z-o'zidan bo'lishni boshlaydi. Buni biza albatta amaliyot davomida, hayot davomida juda ko'p guvohi bo'lganmiz. Shuning uchun stress, uyqusizlik birinchi o'ringa chiqadi bunaqa holatda. Keyingi ayollarda juda ko'p uchraydigan sabablardan biri hay siklini kechikishiga sabab. Bu ozib ketish juda ham yoki birdan ves olib semirib ketish. Xo'sh, ozib ketsa nima bo'ladi-yu, semirib ketsa nima bo'ladi? Ikkala holatda ham ayol kishi birdan ves tashlab yorsa yoki birdan ves olsa ham bitta holat yuz beradi. Ya'ni estrogen gormoni buziladi. Estrogen gormoni buzilsa, hay sikli kechikadi. Boshida aytib o'tdim. Ikkita muhim gormon bor bizda: estrogen, progesteron. Mana shu estrogenni disbalansi hay siklini kechikishiga olib keladi. Xo'p, shuning uchun birdan ozib ketish ham, birdan vazn to'plash ham albatta ayol uchun yaxshi holat emas ekan. Keyingi uchraydigan kasallik bu qalqonsimon bez kasalligi. Ya'ni xalq tilida biz bo'qoq kasalligi deymiz. Xo'p, bo'qoq kasalligi, bo'qoq holatini qalqonsimon bezni har bitta o'zini hurmat qilgan ayol 6 oyda bir albatta bo'qoq bezini uziy tahlilidan o'tkazish kerak. Albatta TTG, T3 svobodniy, T4 svobodniy deymiz. Mana shu gormonlarni tekshirib qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p, mana bilamizki, qalqonsimon bez gormoni ayolni hay siklini boshqaradigan gormonlardan biri hisoblanadi. Ya'ni ular chiqaradigan gormonlar. Yuqoridan boshqarib turadi. Juda muhim organ bu qalqonsimon bez. Xo'p, bu bilamizki, TTG, T3, T4 gormonlarini ko'rishimiz bularning disbalansi hay siklini kechishga olib keladi. Xo'p, agar bular yaxshi ishlamaydigan bo'lsa, ya'ni yo'l yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, yo sizda gipertiroz holati, ya'ni oshib ketish holati bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'lsa boshqa diffuzniy o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, qalqonsimon bezda sizda aniq hay sikli nima bo'ladi? Kechikadi. Mana bu albatta ayol uchun yaxshi holat emas. Xo'sh, o'zi hayz buzilishi qachon xavfli? Aytishinglar mumkin. Menda bir oy yaxshi keladi, keyingi oy kechikadi, keyingi oy yana norma bo'lib qoladi. O'zi menda qachon xavfli bu holat? Birinchi navbatda hayz 2-3 oy kelmasa, kelmayapti 2-3 oydan beri. Bu xavfli. Ikkinchi navbatda og'riq bilan kelsa, albatta bu holatda ham tekshiruv qilish kerak. Uchinchi navbatda juda qisqa kelsa yoki juda uzoq kelsa, ya'ni holatiga qarab, 2 kun kelyapti-da, 2 kun to'xtab yana kelyapti. Ya'ni tartibsiz holat bo'lyapti. Mana bu holatlarda albatta xavfli hisoblanadi. Bu holatda nima qilish kerak? Mutaxassis bilan ko'rishib, gaplashish kerak, maslahatlashish kerak. Oddiy holatlar: shifokorga borib ko'rinasiz, gormonal tahlillarni topshirasiz, UZI, folikulometriya, bo'qoqlarni ko'rsatasiz, bachadonni ko'rsatasiz, holati normalmi, yo'qmi ko'rib olasiz. Albatta sizda eng oddiy yechim uy sharoitida qiladigan ishlaringiz. Va yuqorida aytib o'tgandek, stressdan qochish, uyquni normallashtirish, og'ir vazn bo'lsangiz normaga qaytish, ya'ni dieta qilish, yengil bo'lib ketgan bo'lsangiz, albatta to'g'ri vazn to'plash va albatta yarim chala tayyor mahsulotlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish. Bu juda oson siz uchun. Demak, sizlar bilib oldinglar, hay sikli nima uchun kechikar ekan, nima uchun bunaqa holat bo'lar ekan. Yuqorida sanab o'tgan narsalarimni albatta o'zingizda bor yo'qligini bilib olish qiyin emas. Xo'sh, eng muhim narsa bu farzandni rejalashtirayotgan er-xotinlar. Agar sizlarda bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, tezda mutaxassisga cho'zib o'tirmasdan ko'rish kerak. Agar sizda ham hay sikli mana shunday o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, agar hay siklida kechikish yoki tartibsiz holat yoki 2-3 oylab kelmaslik holati bo'layotgan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Biz sizni bu holatdan preventiv yo'nalishda to'liqligicha davolab chiqarib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli ayollar, agar sizga video ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying. Bu videoni saqlab qo'ying va eng yaqin mana shunday muammolar bilan og'rib yurgan ayollarga yuborib qo'ying. Rahmat, salomat bo'ling.